Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlarimiz. Bugun 4-iyun 2026-yil. Bizning hurmatli mijozimiz Abdulaziz aka Toshkent viloyati Piskent tumanidan kelib bizdan SDM 835 H modeldagi 2-3 kubalik frontal yuklagicimizni xarid qildilar. Akani o'z xaridlarini tabriklaymiz. Aka, xaridlardan tabriklaymiz. Bu bizdan arzimas ham esdalik uchun sovg'a aka. Telegram storesida o'z fikrlaringizni bildirsangiz, bizning mijozlarimizga pul aka. Texnikani asosan akamdan eshitib bor kelnikdan boshlab olmoqchimiz. Oldik aniqroq mana xudo xolasa, lekin texnika ajoyib deyishdi. Ko'tarishlari, balandliklarimiz asosan balandligi kerak edi. Motor portlari ham o'zgardi, qulaliklari ham ancha qo'shilibdi. O'shanga qiziqib shunga keldik. Lekin texnikadan yomon gap eshitmadik. Shunday maqtashgan changga ham ayniqsa biza changga qulaylik zo'r ekan. Shu changga oila filtri bor. Ancha qulaylar yo'q. SRS qo'yilgan keyin bunga. O'ynab ketmaslik uchun lekin shunisi ham yaxshi ekan. Yaxshi kunlarga ishlataylik, yaxshi kunlarga rahmat topgan. Qo'ylarga yaxshi xizmat qilsa, ishlarga rivojlanib kelasizlar degan. Inshaalloh xudo xolasa. Rahmat. Rahmat. Haliga 3-marta olib ketyapsiz. 2-marta emas, adashdim. 3-marta. 3-marta. Uchinchisi.